Agar siz 60 yoshdan oshgan bo'lsangiz yoki ota-onangiz, buvingiz, bobongiz pensiya olayotgan bo'lsa, bu ma'lumot siz uchun juda muhim. 2026 yilda pensionerlarning ahvoli bir xil baholanmaydi. Odamning ishlashi, daromadi, yoshi, sog'lig'i, qo'shimcha imtiyozlari va hujjatlaridagi holatiga qarab, u shartli ravishda 4 ta guruhdan biriga tushadi. Eng xavflisi shundaki, ko'pchilik o'zini qaysi guruhga kirishini bilmaydi va shu sababli qo'shimcha to'lov, qayta hisob-kitob, imtiyoz yoki yordamdan bexabar qoladi. Men bugun sizga oddiy tilda tushuntirib beraman. Kim xavotir olishi kerak, kim xotirjam bo'lishi mumkin, qaysi hujjatlar tekshiriladi, qayerda xato ko'p uchraydi va 2026 yilga tayyorgarlikni hozirdan qanday qilish kerak. Videoni oxirigacha ko'ring, chunki aynan oxirida men pensiyangizni tekshirtirish uchun aniq qadamlarni aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bu kabi amaliy ma'lumotlar har bir oilaga kerak bo'ladi. Oldin ko'pchilik pensiya masalasini juda sodda tushunardi. Yosh ketdim, pensiya tayinlandi. Endi har oy pul tushadi. Tamom. Odamlar ko'pincha pensiya miqdori nimadan tuzilgani, ish staji to'g'ri kiritilganmi, ish haqi ma'lumotlari to'liq hisoblanganmi, qo'shimcha to'lovlar bor yo'qligini tekshirmasdi. Ayniqsa 65 yoshdan keyin endi hech narsa o'zgarmaydi degan fikr kuchli edi. Lekin amalda pensiya bir marta tayinlanib, butun umr mutlaqo o'zgarmay qoladigan oddiy to'lov emas. Unda indeksatsiya bo'lishi mumkin, qayta hisoblash bo'lishi mumkin, ortiqcha to'langan summa aniqlansa ushlab qolish bo'lishi mumkin, kam to'langan bo'lsa qo'shimcha to'lash bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, odam ishlayotganmi yoki yo'qmi, nogironlik holati bormi, parvarishga muhtojmi, yolg'iz yashaydimi, oilada boshqa daromad manbasi bormi, bularning hammasi turli yordamlar va imtiyozlarda ahamiyatli bo'lishi mumkin. Hozirgi o'zgarishlarning asosiy mazmuni shuki, ma'lumotlar ko'proq elektron bazalar orqali tekshirilmoqda. Ya'ni odam bir joyda ishlasa, soliq bazasida ko'rinadi. Kadastrda mulk bo'lsa ko'rinadi. Bank kartasiga ayrim tushumlar bo'lsa, ba'zi hollarda tekshiruvda inobatga olinishi mumkin. Ish staji bo'yicha arxiv ma'lumotlari, mehnat daftarchasi, tashkilotlardan berilgan ma'lumotnomalar ham muhimligicha qolmoqda. Shuning uchun 2026 yilga kirib borar ekanmiz. Pensionerlar o'zini 4 guruh bo'yicha tekshirish kerak. Men bu guruhlarni qonundagi rasmiy nom sifatida emas, amaliy tekshiruv uchun qulay mezon sifatida tushuntiraman. Birinchi guruhga eng ko'p uchraydigan pensionerlar kiradi. Masalan, erkak kishi yoshga doir pensiyaga chiqqan, 15 yoshdan oshgan, hozir ishlamaydi, har oy pensiya oladi. Yoki ayol kishi allaqachon pensiyada, ish faoliyatini tugatgan, uyda farzandlariga, nevaralariga qarashadi. Boshqa rasmiy ish joyi yo'q. Bunday odamlar odatda eng barqaror guruh hisoblanadi. Lekin bu umuman tekshirilmasa ham bo'ladi degani emas. Nimani bilish kerak? Birinchi navbatda pensiya miqdori qaysi staj va qaysi ish haqi asosida hisoblanganini tekshirish kerak. Ko'p odamlar 1990-yillar, 2000-yillar boshidagi ish joylarini hujjatlashtirishda qiynalgan. Korxona yopilgan, arxivga topshirilgan, mehnat daftarchasida muhr noaniq, lavozim nomi noto'g'ri yozilgan, bir necha oy yoki bir necha yil staj hisobga olinmay qolgan bo'lishi mumkin. Agar sizning pensiyangiz kichik bo'lsa, sabab faqat davlat kam beradi degani emas. Ba'zan hisob-kitobda kiritilmagan davr bo'ladi. Masalan, Toshkent viloyatida yashovchi 67 yoshli erkakni olaylik. U 25 yil zavodda ishlaganman deb o'ylaydi. Lekin pensiya tayinlanganda faqat 21 yil 6 oy staj tasdiqlangan. Nega? Chunki zavodning bir bo'lim boshqa korxonaga o'tkazilgan, 3 yillik davr bo'yicha arxiv ma'lumotnomasi olinmagan. Agar u arxivdan qo'shimcha ma'lumot olib kelsa, pensiyasi qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu har oy 1000, 200 yoki undan ham ko'proq farq qilishi mumkin. Bir oyda kichik ko'ringan summa bir yilda sezilarli pulga aylanadi. Yana bir misol. 66 yoshli ayol bog'chada tarbiyachi bo'lib ishlagan. Mehnat daftarchasida hammasi bor. Lekin ish haqi bo'yicha eng foydali davr tanlanmagan. Ayrim hollarda odam o'zi qaysi yillarda ko'proq maosh olganini biladi, lekin hujjat topshirishda bu davr to'liq ko'rsatilmagan bo'ladi. Natijada pensiya pastroq chiqadi. Shuning uchun birinchi guruhdagi pensionerlar o'z hujjatlarini pensiyam tayinlangan bo'ldi deb chetga surib qo'ymasligi kerak. Kim xavotir olmasligi mumkin. Agar siz pensiya tayinlanganda barcha staj davrlaringiz to'liq hisoblanganini bilsangiz, pensiya bo'limidan hisob-kitob varaqasini olgan bo'lsangiz,
arxiv hujjatlari joyida bo'lsa, rasmiy ish joyingiz yo'q bo'lsa, shuningdek har yili indeksatsiya va oshirilishlar sizga avtomatik qo'llanayotgan bo'lsa, sizning holatingiz nisbatan tinch. Lekin baribir yilga kamida bir marta pensiya miqdori va to'lov asoslarini tekshirtirish foydali. Ikkinchi guruhga ishlayotgan pensionerlar kiradi. Bu guruh eng ko'p savol tug'diradi. Odam 35 yoshdan oshgan pensiya oladi, lekin qo'shimcha daromad uchun qorovul bo'lib ishlaydi. Maktabda dars beradi. Shifoxonada navbatchilik qiladi. Bozorda rasmiy joyda faoliyat yuritadi yoki xususiy korxonada shartnoma asosida ishlaydi. Bunday holatda pensiya to'lanishi qayta hisob-kitob, soliq va ijtimoiy to'lovlar masalasi alohida e'tibor talab qiladi. Avval odamlar ko'p hollarda ishlasam pensiyamni olib qo'yishadimi deb qo'rqardi. Bu savol hamon dolzarb. Men bu yerda muhim prinsipni aytaman. Rasmiy ishlayotganingizni yashirishga urinmang. Chunki elektron bazalarda bu ma'lumot chiqadi. Agar biror qo'shimcha to'lov faqat ishlamaydigan pensionerga beriladigan bo'lsa, siz ishlayotgan bo'lsangiz, keyin ortiqcha to'lov deb topilishi mumkin. Natijada keyingi pensiyalardan ushlab qolish boshlanadi. Odam men bilmagan edim deydi. Lekin tizim uchun asosiy masala hujjat va ma'lumotdir. Masalan, 8 yoshli aka maktabda qorovul bo'lib rasmiy ishlaydi. Pensiya oladi. Yana oylik oladi. Bu normal holat bo'lishi mumkin. Lekin u bir vaqtning o'zida kam ta'minlanganlik bo'yicha ayrim yordamga ham ariza bergan. Tekshiruvda uning oylik daromadi ko'rinadi. Agar yordam mezonlari bo'yicha bu daromad hisobga olinadigan bo'lsa, ariza rad etilishi yoki avval berilgan yordam qayta ko'rib chiqilishi mumkin. Bu pensiyaning o'zi emas, balki pensiyaga qo'shimcha ijtimoiy yordamlar masalasida muammo tug'diradi. Yana bir misol. 7000 yoshli Opa tuman poliklinikasida yarim stavka ishlaydi. U ishlayotgani sababli pensiya bo'yicha ayrim qayta hisoblash huquqiga ega bo'lishi mumkin. Chunki ish davrida badallar va rasmiy daromadlar shakllanadi. Lekin bu avtomatik tarzda har doim eng foydali natija beradi deb o'ylamaslik kerak. Ariza berish kerak bo'ladigan holatlar bor, hujjat talab qilinadigan holatlar bor. Shuning uchun ishlayotgan pensioner mening stajim yana ortyapti, demak pensiyam o'zi oshadi deb kutib yurmasligi kerak. Ikkinchi guruhdagilar uchun asosiy xavf nimada? Birinchisi, ish joyi norasmiy bo'lsa, siz ishlaysiz, lekin hujjatda yo'q. Bu holatda siz pensiyaga qo'shimcha staj yoki daromad sifatida foyda ko'rmaysiz. Ikkinchisi, rasmiy ishlaysiz, lekin pensiya organiga o'zgarishlar haqida vaqtida ma'lumot bermaysiz. Uchinchisi, ishlayotgan pensioner bo'la turib, ishlamaydigan pensionerlarga mo'ljallangan yordam, kompensatsiya yoki imtiyozni olishga urinasiz. Keyin bu noqulay vaziyatga olib keladi. Kim xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning ish joyingiz rasmiy bo'lsa, shartnomangiz bor bo'lsa, oylik soliq tizimida ko'rinsa, pensiya bo'yicha hech qanday yashirin ma'lumot bo'lmasa va siz qo'shimcha yordamlar uchun ariza berishda daromadingizni to'g'ri ko'rsatayotgan bo'lsangiz, xavf ancha kam. Lekin baribir har yili kamida bir marta ishlagan davrim pensiyaga qanday ta'sir qildi deb so'rash kerak. Uchinchi guruh alohida e'tibor talab qiladi. Bunga yoshi kattaroq, sog'lig'i yomonlashgan, yolg'iz yashaydigan, o'zini o'zi parvarish qilishda qiynaladigan, nogironligi bor yoki doimiy qarovga muhtoj pensionerlar kiradi. 65 yoshdan keyin ham odamlar bir xil emas. Biri hali faol, bozorga boradi, ishlaydi, hujjatlarni o'zi yuritadi. Boshqasi esa dori-darmonga bog'lanib qolgan, bankomatga bora olmaydi, mahallaga chiqa olmaydi, ariza yozishni bilmaydi. Bu guruhda eng katta muammo shuki, odamning huquqi bor, lekin u hujjat topshira olmaydi. Farzandlari boshqa shaharda, nabiralari band, qo'shnilar bilmaydi. Mahalla xodimi bilan aloqa yo'q. Natijada pensioner yillab qo'shimcha yordam, tibbiy imtiyoz, parvarish bo'yicha qo'llab-quvvatlash yoki kommunal to'lovlarda yengillik haqida eshitmay yashaydi. Masalan, 902 yoshli onaxon yolg'iz yashaydi. Pensiyasi bor, lekin uning katta qismi doriga ketadi. U menga hech narsa berilmaydi deb o'ylaydi. Aslida esa uning holati mahalla ijtimoiy xizmat yoki tegishli idoralar tomonidan o'rganilishi mumkin. Agar u parvarishga muhtoj deb topilsa, turli ko'mak, shaxlari ko'rib chiqilishi ehtimoli bor. Bu har doim naqd pul degani emas. Ba'zan dori-darmon, oziq-ovqat, patronaj, uyda ko'mak, sanatoriy yo'llanmasi, nogironlikni rasmiylashtirish, reabilitatsiya vositalari kabi yordamlar bo'lishi mumkin. Yana bir misol. 79 yoshli ota insultdan keyin yurishi qiyinlashgan. Oilasi baribir pensiyasi bor deb o'ylaydi. Lekin agar
uning sog'lig'i bo'yicha nogironlik belgilanishi mumkin bo'lsa, bu pensiya yoki nafaqa turiga qo'shimcha imtiyozlarga ta'sir qilishi mumkin. Tibbiy hujjat jarayoni murakkab ko'rgani uchun ko'pchilik boshlamaydi. Ammo boshlamasa, tizim bunday odamni ko'rmay qolishi mumkin. Bu guruhdagi yana bir muhim nuqta pensiyaning kartasi va pullarni kim boshqarayotgani. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'raman. Keksa odamning pensiya kartasi farzandida yoki qarindoshida turadi. Bu har doim yomon degani emas, ba'zida chindan ham yordam uchun shunday qilinadi. Lekin pensionerning roziligi bo'lmasa, pulni kimdir o'zicha ishlatsa, bu jiddiy muammo. Shuning uchun parvarishga muhtoj odam uchun ishonchnoma, vakillik, bankdagi ruxsat, tibbiy hujjatlar tartibli bo'lishi kerak. Og'zaki kelishuv ertaga katta oilaviy nizoga aylanishi mumkin. Kim xavotir olish kerak? Agar oilangizda 75 takvimli yoshdan oshgan, yolg'iz yashaydigan, tez-tez kasal bo'ladigan, hujjatlarni o'zi yurita olmaydigan pensioner bo'lsa, siz albatta uning holatini tekshirishingiz kerak. Uning pensiya miqdori, tibbiy maqomi, nogironlik ehtimoli, ijtimoiy yordamga muhtojligi, bank kartasi xavfsizligi, kommunal to'lovlari, mulk hujjatlari hammasi ko'rib chiqilishi kerak. 4-guruh. Pensiya hujjatlarida xato bor yoki qo'shimcha yordamga muhtoj pensionerlar 4-guruh eng nozik guruh. Bunga pensiyasi juda kam bo'lgan. Ish staji to'liq tasdiqlanmagan. Hujjatlarda xatolar bor. Familiya yoki ism o'zgargan, arxiv ma'lumotlari yo'qolgan, bir necha yil norasmiy ishlagan, o'quvchisini yo'qotgan. Kam ta'minlangan, oilada yashayotgan yoki yordam olish mezonlariga tushishi mumkin bo'lgan pensionerlar kiradi. Bu guruhdagilar ko'pincha mening pensiyam nega qo'shnimnikidan kam deb so'raydi. Javob har doim bitta emas. Qo'shningizning staji ko'proq bo'lishi mumkin. Uning ish haqqi yuqori bo'lgan davri hisoblangan bo'lishi mumkin. U qo'shimcha imtiyozli toifaga kirishi mumkin. U oldinroq qayta hisoblashga ariza bergan bo'lishi mumkin. Siz esa biror hujjatni topshirmagan bo'lishingiz mumkin. Masalan, 15 yoshli ayolning pensiyasi past. U unga tikuvchilik fabrikasida 8 yil savdoda, 5 yil uyda bolalarga qarab o'tgan. Rasmiy hujjatda esa faqat 12 yil fabrika staji ko'rinadi. Savdodagi davr norasmiy bo'lgan, bolalar parvarishi bo'yicha hujjatlar to'liq kiritilmagan. Natijada pensiya past chiqqan. Bu holatda odam nimani tekshirish kerak? Avvalo mehnat daftarchasi, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa, tasdiqlovchi hujjat, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar yig'iladi. Keyin pensiya organiga yozma ariza bilan murojaat qilinadi. Yana bir misol, 6-9 yoshli erkak kolxozda ishlagan. Mehnat daftarchasida yozuv bor, lekin muhr eskirgan, sanlar aniq emas. Unga tasdiqlanmadi deyishgan. Bunday vaziyatda odam qo'l siltab ketmasligi kerak. Arxiv, sobiq xo'jalik hujjatlari, tuman arxivi, guvohlar ko'rsatmasi bilan bog'liq tartiblar, sud orqali faktni belgilash kabi yo'llar bo'lishi mumkin. Bu albatta vaqt oladi. Lekin 5 yil staj topilsa, pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. 4-guruhning yana bir xavfi daromad va mulk noto'g'ri baholanishi. Masalan, pensionerning nomida eski uy bor, lekin uyda yashash sharoiti yomon. Yoki nomida avtomobil bor, lekin u yillar oldin sotilgan, hujjatda rasmiy o'tkazilmagan. Yordamga ariza berganda tizim bu mulkni ko'rsatishi mumkin va ariza rad etilishi mumkin. Odam esa menda bunday mashina yo'q deb hayron bo'ladi. Shuning uchun 2026 yilga qadar kadastr, transport, bank va shaxsiy hujjatlardagi ma'lumotlarni tartibga keltirish juda muhim. Endi eng muhim nozik nuqtalarni aytaman. Birinchi tuzoq, og'zaki maslahatga ishonib qolish. Kimdir navbatda turib, sizga baribir chiqmaydi dedi. Mahallada kimdir ariza bermang dedi. Tanish foydasi yo'q dedi. Men bunday yondashuvni xato deb bilaman. Har bir holat hujjat bilan baholanadi. Sizga rad javobi berilsa ham u yozma bo'lsin. Yozma rad javobida sabab ko'rsatiladi. Sababni bilsangiz uni tuzatish mumkin. Ikkinchi tuzoq, hujjatdagi ism familiya farqi. Masalan, pasportda O'g'iloy, mehnat daftarchasida Ugiloy, nikoh guvohnomasida boshqa familiya, arxivda esa eski yozuv. Bitta harf farqi ham muammo tug'dirishi mumkin. Ayniqsa ayollarda turmushga chiqqandan keyingi familiya o'zgarishi sababli ish staji tasdiqlashda xatolar ko'p uchraydi. Bunday vaziyatda barcha hujjatlarni zanjir qilib bog'lash kerak. Tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgarganligi haqidagi hujjat, pasport ma'lumotlari. 3-tuzoq, men ishlaganman, hamma biladi degan fikr.
Pensiya hisobida hamma biladi emas, hujjat muhim. Korxona yo'qolgan bo'lsa, arxiv izlanadi. Arxivda bo'lmasa, boshqa tasdiqlovchi yo'llar ko'riladi. Lekin buni pensionerning o'zi yoki uning vakili boshlashi kerak. Tizim sizning o'tgan yil oldingi har bir ish kuningizni o'zi izlab topib bermaydi. 4-tuzoq kartani begona odamga berish. Pensiya kartangiz sizning moliyaviy xavfsizligingizdir. Agar farzandingiz yordam berayotgan bo'lsa ham, pul yechilganda siz xabardor bo'ling. SMS xabarnoma oling. PIN kodni hammaga aytmang. Agar o'zingiz yura olmasangiz, qonuniy ishonchnoma rasmiylashtirish yo'lini ko'ring. Bu nafaqat pulingizni himoya qiladi, balki keyinchalik oilaviy tushunmovchiliklarning oldini oladi. 5-tuzoq. Ijtimoiy yordam bilan pensiyani aralashtirib yuborish. Pensiya bu bir yo'nalish, kam ta'minlanganlik yordami, parvarish yordami, tibbiy imtiyozlar, kommunal kompensatsiyalar boshqa yo'nalish bo'lishi mumkin. Biridan rad javobi olsangiz, bu hammasidan rad etildingiz degani emas. Masalan, sizga kam ta'minlanganlik bo'yicha yordam chiqmasligi mumkin, lekin nogironlik bo'yicha tibbiy ko'rikdan o'tish huquqingiz saqlanib qoladi. Yoki kommunal imtiyoz chiqmasligi mumkin, lekin sanatoriy yo'llanmasi bo'yicha murojaat qilish mumkin. 6-nozik jihat. Qayta hisoblash doim ham avtomatik bo'lmaydi. Ayrim oshirishlar avtomatik qo'llanadi, lekin staj. Ish haqi, arxiv hujjati yoki yangi topilgan ma'lumot asosidagi qayta hisoblash uchun ariza talab qilinishi mumkin. Shuning uchun agar menga tegishli bo'lsa, o'zlari qo'shib qo'yishardi deb kutish noto'g'ri. Endi aniq harakat rejasini beraman. Birinchi qadam, o'zingizni qaysi guruhga kirishingizni aniqlang. Siz ishlamaydigan oddiy pensionermisiz? Ishlayotgan pensionermisiz? Parvarishga muhtoj, yosh katta pensionermisiz? Yoki pensiyasi kam, hujjatlarda xato bo'lishi mumkin bo'lgan pensionermisiz? Buni bilmasangiz, muammoni to'g'ri hal qila olmaysiz. Ikkinchi qadam, hujjatlar papkasini tayyorlang. Unda pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjat, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari, ish haqi to'g'risidagi ma'lumotlar, nikoh guvohnomasi, familiya o'zgargan bo'lsa tasdiqlovchi hujjat. Bolalar tug'ilganlik guvohnomalari, nogironlik bo'yicha hujjatlar, tibbiy xulosalar, bank rekvizitlari bo'lsin. Hujjatlarni alohida konvertda emas, tartib bilan papkaga soling. Har biridan nusxa oling. 3-qadam. Pensiya organiga yoki tegishli davlat xizmatlari markaziga murojaat qiling. Og'zaki emas, yozma murojaat qiling. Arizada taxminan shunday mazmun bo'lsin: menga tayinlangan pensiya miqdorini, hisobga olingan ish stajimni, ish haqi davrlarini va qayta hisoblash imkoniyatlarini tekshirib berishingizni so'rayman. Agar aniq davr bo'lsa, uni yozing. 1995 yildan 1992 yilgacha falon korxonada ishlagan davrim hisobga olingan, olinmaganini tekshirishni so'rayman. Arizangizga kirim raqami oling yoki elektron tasdiqni saqlang. 4-qadam, arxivni tekshiring. Agar eski korxona yopilgan bo'lsa, tuman yoki viloyat arxiviga so'rov yuborish kerak bo'lishi mumkin. So'rovda korxona nomi, ishlagan yillaringiz, lavozimingiz, o'sha paytdagi familiyangiz, tug'ilgan sanangiz aniq yozilsin. Ko'pchilik arxivga men falon joyda ishlaganman deb umumiy yozadi. Keyin javob topilmaydi. Qancha aniq yozsangiz, natija shuncha yaxshi bo'ladi. 5-qadam, agar sog'lig'ingiz yomon bo'lsa, oilaviy poliklinikadan boshlang. Shifokorga faqat dori so'rash uchun emas, rasmiy tibbiy baholash uchun murojaat qiling. Kasallik tarixi, analizlar, tashxislar, shifoxona ko'chirmalari yig'ilsin. Agar nogironlik yoki parvarishga muhtojlik masalasi ko'rilishi mumkin bo'lsa, bu jarayon hujjat bilan boshlanadi. 6-qadam, mahalla va ijtimoiy xizmatlar bilan aloqani yo'lga qo'ying. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan, daromadi kam, dori-darmonga ko'p pul sarflaydigan pensionerlar mahallaga murojaat qilib, holatini o'rganishni so'rash kerak. Arizada moddiy ahvolimni va ijtimoiy yordamga muhtojligimni o'rganib chiqishingizni so'rayman deb yozish mumkin. Agar rad javobi bo'lsa, sababini yozma oling. 7-qadam, bank kartangiz xavfsizligini tekshiring. SMS xabarnoma ulanganmi? Kartangiz kimda? PIN kodni kim biladi? Pensiya tushgan kuni pul to'liq yechib olinmayaptimi? Agar siz o'zingiz foydalana olmasangiz, ishonchli vakilni hujjat bilan rasmiylashtiring. Ayniqsa 60 yoshdan oshganlar uchun bu juda muhim. 8-qadam, mulk va ma'lumotlar bazasini tartibga keltiring. Nomingizda eski avtomobil turib qolmaganmi? Sotilgan uy hali ham sizning nomingizdami? Kadastrda xato yo'qmi?
pasport ma'lumotlaringiz barcha hujjatlarda bir xilmi? Bu mayda narsa emas. İjtimoiy yordam yoki tekshiruv vaqtida aynan shu ma'lumotlar muammo chiqarishi mumkin. Demak, 2026 yilga tayyorgarlikda har bir pensioner o'zini 4 guruhdan biriga solib ko'rish kerak. Ishlamaydigan oddiy pensioner, ishlayotgan pensioner, parvarishga muhtoj yoki yoshi juda katta pensioner, pensiyasi kam yoki hujjatlarda muammo bo'lishi mumkin bo'lgan pensioner. Har bir guruhning xavfi ham, imkoniyati ham boshqa-boshqa. Eng to'g'ri yo'l hujjatlarni tartibga keltirish, yozma murojaat qilish, staj va ish haqini tekshirtirish, sog'liq va ijtimoiy yordam masalasini e'tiborsiz qoldirmaslik. Agar siz bu videoni o'zingiz uchun emas, ota-onangiz yoki yaqinlaringiz uchun ko'rayotgan bo'lsangiz, bugun ularning hujjat papkasini ochib ko'ring. Pensiya miqdorini, stajini, kartasini, tibbiy holatini tekshiring. Ba'zan bitta arxiv ma'lumoti, bitta ariza yoki bitta to'g'ri rasmiylashtirilgan hujjat odamning hayotini ancha yengillashtiradi. Izohlarda yozing. Siz qaysi guruhga kirasiz yoki oilangizda qaysi holat bor? Pensiya hisobida xatoga duch kelganmisiz? Videoni foydali deb bilsangiz, like bosing, yaqinlaringizga yuboring va kanalga obuna bo'ling. Men keyingi videolarda pensiya, staj, ijtimoiy yordam va hujjatlarni to'g'ri rasmiylashtirish bo'yicha yana ham aniq mavzularni tushuntirib beraman.